qilgan paytda zo'r bo'ladi. Lekin gormon kuchga kelgandan keyin bu narsa psoriaz bo'yicha ko'p savollar kelyapti. Mana bittasi psoriazni davolanmasdan yursa bo'ladimi? Davolangandan keyin bu kuchayyapti. Birinchi navbatda bilamiz, psoriaz bizda bu surunkali qaytalanishi mumkin bo'lgan terining yallig'lanish kasalligi. Bemorlarimizni nimaga e'tibor berish kerak? Birinchi, metabolizm ortiqcha vazn bo'lsa, buni ozish kerak. Va to'g'ri ovqatlanish tartibi, ovqatlanishdan ratsiondan razdrajaющий, achchiq, sho'r, spirtnoy narsalarni inkor qilish kerak. Undan tashqari asab tizimini joyiga qo'yib, xurash tartibini yo'lga qo'yish kerak. Ko'pincha dermatologlarimiz mana qaytalanishga sababga olib keladigan narsa gormonlarni qo'llash. Dexametazon, prednizolon, kianon, diprosplan qilgan paytda zo'r bo'ladi. Lekin gormon kuchga kelgandan keyin bu narsa 2 barobar battar obostranadi. Shuning uchun birinchi remissiya davriga tushirish uchun kasallikni qo'zg'ash sababini topib, to'g'ri davolash chorasini dermatolog nazoratida yo'lga qo'yish kerak.